Assalomu alaykum bizning kuzatib boruvchilar. Bizning yangi obyektimizning mansarda qismiga sepberamizni mana shlankalarimizni olib chiqib oldik. Tepada ish jarayonlarini hozir ko'rsatib boramiz. Mana joyimizga ham chiqib oldik. Xo'p, tunkaga, promoy tunkaga 14-15 xalli sepamiz. Xo'p, alkafonga bo'lsa 10-11 xalli sepamiz. Mahsulotimiz Kanadaniki, Vadinov hisoblanadi. Huntsman Building degan firmaniki. Xo'p, mana bu joylarimizdan ko'rasizlarmi? Tishi bu joylarga o'kili peni to'ldirib, umuman tishi qoldirmasdan sepilyapti. Mana bu joylarda ham mana ko'rasizlar-ku. Mana shu joylarda ham gips kardon qo'yganmiz. Chunki tepasi ochiq edi buni. Agar shundoqligicha qoldirsak, ertaga qishda issiq havoyli, yozda muzdek havoyli chiqib ketadi. Germetishni qilib yopamiz joylarni. Mana bu joylarga ham sep berdik. O'zi ham buni keltirib Spiderman sepib ketsa ham bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilinglar.